Nega mashhur aktrisalar va blogerchalar ko'pincha yolg'iz bo'ladi? Gap ularning turmushi kechikib borishi haqida ketyapti. Mashhurlik bu status degani. Ya'ni ana shu mashhur qiz ana shu statusga erishgandan keyin o'zini kuchli inson kabi his qiladi va men eng kuchli ayolman degan fikrga boradi. Mana shu so'zlarini yoki fikrlarini orqasida bevosita yoki bilvosita hattoki o'zini erkaklardan ham kuchliman deb hisoblaydigan bo'ladi. Va bu fikrlarining natijasida hayotiga o'zidan darajasi past bo'lgan erkaklarni tortib kelish ehtimoli oshib boraveradi. Isboti sifatida mana shu mashhur blogercha yoki aktrisalarning intervyusini ko'radigan bo'lsangiz, nimaga haligacha turmushga chiqmadingiz degan savolga men o'zimdan kuchli bo'lgan erkakni xohlayman degan javobni aytishadi. Savol: nimaga unda o'zidan kuchli bo'lgan erkaklarni hayotiga tortib kelishi qiyinlashadi? Sababi shuki, o'zini erkaklardan kuchliman deb his qilgan payti ongosida o'zini hamma erkaklardan kuchliman deb o'ylashni boshlaydi. Natijada esa o'zini ojizalik pozitsiyasini yo'qotadi va yordam faqatgina ojiza insonga kerak bo'lgani kabi, kuchli erkak ham faqatgina ojiza ayolning hayotiga kirib keladi. Yuqoridagi sabablar tufayli ham ko'pchilik mana shunaqa mashhur ayollar turmush quradigan bo'lsa, bir qancha vaqtdan keyin turmushi ajrim bilan yakunlanadi. Agar nima uchun mana shu turmush qurgandan keyin ajrim bilan yakunlanishini sabablarini batafsil yoritishimni xohlasangiz, ushbu videoga like bosing va bu videoni o'z bilgan mashhurlarga yuboring.